Assalomu alaykum hurmatli To'fa MDF eshiklari kanalimiz kuzatuvchilari, tuzuymizlar hamda bizni kuzatayotgan negativlar. Albatta. Xo'p, eshiklarimizni presslanish jarayonidan lavhalar olib boramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Tonnasi ko'tarilyapti. Xo'p, 88 gradus issiqlikda mana ko'rishingiz mumkin. Issiq pressda zavodskiy holatda chiqadi. Bu hech qanaqangi qo'rib olayim deb bo'lmaydi. Ko'chmaydigan bo'ladi. Shisha kileylarda qatgandan keyin zo'r bo'lib qatadi. Bu zavodskiy endi ko'chmaydigandan prostoy emas bu. Xo'p. Roverda chizish jarayonlari mana gullari ham silliq ideal holatda chiqadi. Bu muz rang deyiladi. Bu maloshli rang. Xohlagan rangda tayyorlaymiz biz. Xo'p, karkazlari eng asosiy birinchi o'rinda ko'rsatadigan narsalarimizdan ichlariga mana sasna rekalardan to'qiladi. Hech qanaqa qatqo'ti yo'q bu yerda mana. Chisti sasna. Sasna rekalardan karkazlar butun to'qilgan mana. Oxirigacha borgan, bu yerda qolmagan. Shuncha o'tinchalar tashlanmagan, chisti reka tashlangan. Ko'rishingiz mumkin mana tepadagi ko'zigacha eshikda. Xo'p, romlar ham mana polni. Otish qanotlari mana butun bo'lgan. Saslar ekadan toza saslar. Karkazlar mana buyurtmalarimizga 60 ta, 65 ta jam bo'lib eshik romlar karkazlar to'qilgan. Presslanish jarayonida, xudo xolasa, bu bag'da mana pressdan chiqqan eshiklar, yana kileyni ko'rishingiz mumkin. Juda ham qattiq bu qatgan. Bu cho'zilib chiqmaydi. Bu kiley shishali kiley. Juda sifatli holatda bo'ladi. Namga, juda ham issiqqa namga chidamli bo'ladi. Xo'p, bu MDF'imiz aytib o'tdim o'sha maloshniy rangda. Juda sifatli MDF'lar, mana. Bu oq rangda tilla taroqli uslubda eshiklar juda ham eng oldi fason bo'lyapti. Bu mokri rang, ot seri rang. Bu akalar o'sha oliy eshiklar, shpont eshiklar ko'rishingiz mumkin. Shpontlar yopishtirilgan ustiga. Bu eng oliy eshiklardan bo'ladi. Shuni yog'ochda kesib qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Butun yog'ochda kesilganga o'xshaydi. Shuning jivoy tabiiy holatda qo'l mehnati bilan tayyor bo'ladi eshiklarimiz. Bunaqa zamonaviy aralarda ishlarimiz bitiriladi. Bu aradan keyingi holati MDF'da kesilgan holati mana list kesib olingan. Bu listlarda roverda ishlov beriladi. Keyingi ishlov berilgandan keyingi holatlari bu pressdan chiqqan holati. Xo'p, pressxonamizdan video qildik akalar. Yangi paso ranglarni kuzatib borish uchun kanalga izoh qo'yasizlar. Zarur odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Shunaqa sifatli MDF eshiklar kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Tuzashda davom etasizlar akalar, sog' bo'linglar.